Shaytonning askarlari 23-qism. Shaytonning eng razil rejasi haqida bilishga tayyormisiz? Ular yaratuvchining mavjud ekanini inkor qiladilar. Shuning uchun ham ular monoteistik din, ya'ni yakka xudolik tushunchasini o'zga sayyoraliklar tushunchasiga tomon yo'naltirishga urinishadi. Bu kabi harakatlarni rivojlantirish yo'lida ular o'zlaricha raelizm degan nomni o'ylab topdilar. Uydirma va yolg'on bilan o'zga sayyoraliklarni o'zlariga xudo deb bildilar. Va ko'rib turganingiz, mana bu Rael ismli kazzob kimsani o'zlariga payg'ambar deb qabul qildilar. Mana bu suratda esa inson tarixida sodir bo'lgan eng muhim hodisa sizga hamma haqiqatni aytadigan kitob deb yozilgan. U kimsalar barcha insonlar o'zga sayyoraliklarni yaratuvchi deb tan olishlarini va kuni kelib yer yuziga tushishlariga tayyor bo'lib turishlarini istashadi. Aslida esa ular o'zga sayyoraliklar emas, Dajjolning kelishiga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Hatto 3-ibodatxona qurishga urinishyapti. U kimsalarning maqsadi Dajjol o'zga sayyoraliklardan biri deya insonlarni ishontirish. Dajjol kelganda esa o'zga sayyoraliklar va uchar likopchalar haqidagi uydirmalarga ishonib yurganlar uni o'zlarining yaratuvchilari deb tan olib qo'yishlari uchun ular har qanday razillikdan tap tortayotganlari yo'q. Alloh asrasin. Ammo bir savol tug'iladi. Uchar likopchalar va o'zga sayyoraliklar haqidagi uydirmalar o'z yo'lga, lekin haqiqatan ba'zi insonlarning ko'ziga ko'ringan g'ayrioddiy narsalar nima? Birinchi, men ko'rdim deganlarning ba'zilari shunchaki yolg'onchi va bu yolg'onlari uchun ular haq olishadi. Ikkinchi, ba'zi insonlar esa soxta va uyushtirilgan sahnalarga guvohi bo'lganlar. Ba'zi kazzoblar o'zga sayyoraliklarga o'xshab kiyinib, niqoblanib olishgan xolos. Uchinchi, ba'zi insonlar esa jinlarni ko'rishgan bo'ladi. O'zim ishonadigan insonlardan bir qancha hikoyalar eshitganman. Ular sahroda jinni ko'rishgani haqida o'zlari aytishgan. Bu hodisaga guvohi bo'lganlar ko'pchilikni tashkil qiladi, ammo insonlar bilan sodir bo'ladigan shu kabi ishlarni negadir e'tiborsiz qoldirishga o'rganib qolganmiz. O'zga sayyoraliklar deya o'ylashgani jinlar ham bo'lishi mumkin. Chunki jinlar ixtitof qilishadi. Ya'ni insonlarni olib ketib, ular bilan biron korxol sodir etishadi. Dunyo bo'ylab ko'plab insonlar shu kabi hikoyalarga guvohi bo'lganliklarini aytishadi. Keling, men sizga iblisning insonlarga bo'lgan adovatining avval boshi haqida aytib beraman. Shayton nega Odam alayhissalomga sajda qilishdan bosh tortganini bilasizmi? Chunki u hasad qilgan. Alloh subhanahu va taolo jinlarga biz insonlarda yo'q bo'lgan ba'zi ajoyib xususiyatlarni ato etgan bo'lsa ham, masalan, ularda ko'proq kuch bor. Ular turli ko'rinishda namoyon bo'la olishadi. Ular bizga ko'rinishmaydi. Yana boshqa bir qancha bizda yo'q xususiyatlar. Lekin baribir iblis bir narsaga hasad qiladi. Bu aql idrokdir. Inson zoti jinlardan ko'ra idrokliroq. Hasadi tufayli shayton men Odam alayhissalomdan yaxshiroqman va men unga sajda qilmayman dedi. Ana o'sha paytdan to hozirgacha u va uning nasli insonlardan yaxshiroqligini ko'rsatish uchun har qanday imkoniyatni ishlatadi. Bugungi kunda shaytonning eng razil rejalaridan biri bu o'zga sayyoraliklar tushunchasi. Shunisi aniqki, insonlar ba'zi kinofilm va hujjatli filmlarda ko'rgan o'zga sayyoralik deb biladigan mavjudotlar fanda hali bor deb tasdiqlangani yo'q. Uchar likopchalar esa yetuk harbiy xizmat texnologiyasi mahsuli hisoblanadi. Haqiqatan o'g'irlanib ketish esa yuqorida aytganimizdek jinlar tomonidan sodir etiladi. Rael, uning kimligini bilasizmi? Rael shaytonning o'rgatganlariga asoslanib, raelizmga asos solgan 33-darajali mason. U doim jinlar bilan aloqada bo'lgan. Xo'sh, masonlarning dini bo'lgan bu raelizmning asl maqsadi nima? Birinchi, ular xudo yo'q deya insonlarni ishontirishni istashadi. Ikkinchi, shayton va uning askarlari, ya'ni o'zga sayyoraliklar nomini olgan ba'zi jinlar insonlardan idrokliroq deya odamlarni ishontirishni istashadi. Shaytonning ana shunday yolg'onlarga ishonuvchilar ularni hatto yaratuvchilari deb tan olishlari va ularga sajda qildirish darajasigacha ishontirishga harakat qilishadi. Iblisning razil bir maqsadi o'zini insondan yaxshiroq deb bilish va buni isbotlashga urinish emasmidi? O'zi Odam alayhissalomga sajda qilish o'rniga insonlar unga va uning askarlariga sajda qilishlarini istaydi. Uchinchi,
insonlarni dunyoning yangi tartibiga tayyorlash. Bilasizmi, nega ba'zi insonlar ochiq uydirma va yolg'onlarga bunchalik tezda aldanishadi? Chunki ular ijtimoiy tarmoqlarda ko'rinish berib reklama qilinayotgan qo'shtirnoq ichidagi olimlarga va qarashlarga to'liq ishonishadi. Avval ta'kidlaganimizdek, media va ta'limdagi ba'zi yo'nalishlar o'zlari topshiriq olgan tizim nimani istasa shunga e'tibor qaratishadi. Haqiqiy aql idrokli odamlar bu kabi zaharli teoriyalarni ma'qullamaydilar. Shuningdek, kundan kunga ko'plab olimlar Allohning borligiga ishonayotganliklariga guvohi bo'lyapmiz. Chunki haqiqiy ilm fan har doim buyuk yaratuvchi mavjud ekanligini ta'kidlab ko'rsatib turadi. Ko'plab olimlar esa Darwin nazariyasi o'ta ishonchsiz ekanligini ta'kidlab kelishmoqda. Biz tasodifiy mutatsiya haqidagi fikrlarga ishonchsizlik bilan qaraymiz va murakkab olam tabiiy tasodifiy tanlanish orqali paydo bo'lganiga ham. Mingga yaqin PhD yoqlagan olimlar Darwin nazariyasi xatoligi bo'yicha tuzilgan ro'yxatga imzo chekishgan. Bir qancha olimlar olam tasodifiy tanlov orqali yaralganligiga ishonmasliklarini aytganlar. Men ishonmayman. Taxminan so'nggi 40 yillar ichida, oxirgi 40 yillar ichida buyuk yaratuvchi bor ekanligiga ishonadigan olimlarning soni ortib borayotganini ko'rishingiz mumkin. Bu fikrni rad qilishga o'zlarida boshqa kuch topa olishmayapti va buyuk yaratuvchiga ishonishmoqda. Muammo shundaki, ma'lum tizimdagilar Allohga ishonadigan olimlarni targ'ib qilishmaydi. Aksincha, ekranlarda paydo bo'lib ba'zi dinlarni tanqid qiladiganlarni ommaga ko'proq taqdim etishga harakat qilishadi. Bilasizmi, ular hech qachon iudaizmni tanqid qilishmaydi. Katta bir ehtimollik bilan ularning ko'pchiligi Isroilni qattiq qo'llab-quvvatlaydilar. Shuning sababidan ham ularning ko'pchiligi iudaizmni tanqid qilishdan uyalishadi va albatta bu ishni qilib qo'yishsa muammolar ichida qolib ketishini ham bilishadi. Ular sariyog' nonning qaysi tarafiga surtilganini yaxshi bilishadi. Ular xristian dinini ham tanqid qilishda chegaradan chiqishmaydi. Lekin islom diniga kelganda, ular iymon e'tiqod masalasiga teginishmaydi. Chunki bu ularning vazifalari emas. Ular doim chuqur his-tuyg'uli masalalar haqida gapirishadi. Masalan, islom ayollarni bo'ysundiradigan bir guruh terroristlar jamoasi deyishadi. Shu yerda shoshmang. Agar islom ayollarni bo'ysundirsa, nega unda islom dinini qabul qilayotganlarning eng ko'p qismini ayollar tashkil qilyapti? Yetakchi dunyoviy mamlakatlar, masalan Amerika, Yevropa va shunga o'xshash yerlarda nega ayollar islom dinini qabul qilishda yetakchilik qilyaptilar? Aql idroki joyida ayollar islom dinini qabul qilishyapti. Ular aqli ojiz yoki ahmoq emaslar. Ular o'zlarining fikrlariga ega ayni aql idrokli yetuk ayollar. Agar islom ayollarni xo'rlasa, nega unda ular islom dinini qabul qilishyapti? Ularning o'zidan so'rang va javobni topasiz. Chunki islom ayollarni aslo xo'rlamaydi. Ularning ko'pi islom dini ularga erkinlik berganini aytishadi. Birodarim, vaqt topib farzandlaringizga maktabda yoki media orqali nimalar taqdim etilayotgani haqida so'rab, qiziqib ko'ring. Ularga shaytonning rejalari haqida gapirib bering. Shuningdek, yaxshi va yomonni ajratishlariga yordam bering. Bu narsalar ularga ilm niqobi ostida aytilayotgan ba'zi yolg'onlarga ishonib qolmasliklari uchun yordam bo'ladi. Xo'sh, yuqorida aytgan ma'lumotlarimizning barchasi biz ilm fanga umuman befarq bo'lishimiz kerak deganimi? Yo'q, unday emas. Ilm fan bizga aytayotgan hamma narsaga ham befarq bo'lishimiz kerak degani emas. Biz ko'proq mulohaza, tafakkur qilib xatoni to'g'ridan ajrata olishni o'rganishimiz kerak. Ayni damda bizga nima deyilsa ham ko'rona hammasini qabul qilib ketavermasligimiz kerak. Islom dinida din va ilm bir haqiqatning ikki qanoti deya ta'riflangan. Ularning orasida hech qanday qarama-qarshilik yo'q. Shu ikkisi ham bir manbadan kelib chiqqan. Qur'on insonlarni o'ylashga, tushunishga, so'rashga va tanqid qilishga, shuningdek o'zlarining idroklari bilan haqiqatni topishga undaydi. Shunday ekan, biz ilmni iymon nuri ila o'rganishimiz va gunoh ishlarni farqlay olishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo Josiya surasining 3-oyatida albatta osmonlar u yerda mu'minlar uchun oyat, belgilar bordir, deya siz u bizni tafakkur qilishimizga chorlamoqda. Allohning panohida bo'ling.